Taksistlarda har xil turlari bor. Misol uchun men yaqinda bitta tipga e'tibor berdim. Yangi opit chiqibdi bularning. Misol qayergadir yetib borgandan keyin menda pul kartadan to'lanadi. Ukam chivi qilib 2000 so'm bosib qo'ya olmaysanmi? Reyting tushib ketdi deyapti. Men endi 2000 so'mni kim oladi, to'g'ri? Hamma bosib qo'yadi. Bering aka dedim bir kun. Nagli. Bering 2000 bosib qo'yaman dedim. 10 minut 2000 so'm desa topa olmadi hali. Ishonasizlarmi? Endi reyting nimadan tushib ketadi? Misol qo'polroq muomala qilib, qo'pol shopir sразу bilinadi. Chiqishingizga ukam eshikni sansekiroq yopgan. Aka eshikni hali yopganim yo'q. O'z senga o'xshaganlar ko'payib ketishdingda. No zato sizga o'xshaganlar bizni tashib yuribsizlar. Mayli. Men bunaqa shopirlarga sразу 5 ta yulduz qo'yib qo'yaman, chunki nimaga faqat men ketishim kerak bunaqalar. Yana bitta tipi bor, misol mashinaga chiqqaningizda normalniy ketayotgan joyingizda probkalarni gapiradi, undan keyin sразу ukam hozirgi siyosat haqida nima deya olasan? Men hozirgi siyosatimiz haqida davlatimiz rahbari nima desa, shu fikrlarga qo'shilaman aka. Menga stomatologim ham aytgan qorong'i xonada kalta ish taqiqlanadi.